Yo'q, uyda, Andijonda. Rahmat, rahmat. Muborak bo'lsin Cobalt mashinasi akajonim. Tabriklaymiz sizni. Ya o'yin chesli ishora beruvdi yutishimga. Aytibman, qishlog'imizdagilar yutdi, o'shanga qiziqib. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarga, to'ylarga mening xudo xolasa aka. Assalomu alaykum Milliy Show o'yini obunachilari. Men shu o'yinda 17-turida ikkita bilet oldim. Bittasiga Cobalt avtomobili yutib chiqib qoldi. O'ynanglar, yutinglar. Hamma o'yin, hamma omad. 5-10 minut gapirib beray, askiyalar ham bor. Assalomu alaykum, hurmatli Milliy Show obunachilari. Biz 17-turda Milliy Showga 2 dona bilet oldik akam bilan. Biz Andijon shahar, Andijon tuman Botaqaradanmiz. Xullas 17-turda Milliy Showdan 2 dona bilet oldik. Cobalt mashinasi chiqib qoldi. Shu o'yinda o'ynab yutuq chiqmaganlar ham xudo xolasa yutuqlar chiqsin. Biz o'zimiz ham o'ynayapmiz, ilohim bizlarga ham chiqsin. Biz mana shu YouTube'da kuzatib yurar edik, shu o'yinni ko'rib, qiziqib, biz ham bilet oluvdik. Hamma rozi bo'lib qo'ysin olgan biletlariga. Biz ham xudo xolasa shuncha odamni mashinalik qilmoqchi bo'lib 200 mingdan to'lab beruvdik. Hozir 150 ming so'mdan bo'lib qoldi. Hamma o'ynasin, xullas rozi bo'lsa o'yiniga. Rozi bo'lmaganlar iloji bo'lsa olmagan ma'qul. Rozi bo'lib o'ynanglar, xudo xolasa mana omad ekan chiqib qoldi. Akam minadi xudo xolasa yaxshi kunlarga minsin. Botaqaraga bu mashina 3-chi bo'lib borishi Milliy Show o'yinida. 3-chisi xudo xolasa bizni qishlardan ham pasti 50% o'yinda biletlarni bizni qishlardagi odamlar olyapti. Hammaga omad. Addushi. Tabriklayman aka, qulluq bo'lsin. Rahmat, rahmat. Yaxshi kunlaringizga mining. Milliy Show zo'r.